Bemorlarimiz o'zini ko'ziga ko'p e'tiborli bo'lmaydi yoki oddiygina ko'zda shamollash, ko'zda qizarish bo'ldi. Ko'zingizda qizarishiga vaqtida e'tibor bermasdan o'zi o'tib ketar, ko'zim yoshlanyapti, qizaryapti deb qon bosimiga organizm moslashib qolsa, bu albatta xavfli. Maxsus suyuqliklar chiqib ko'zda ichki tomonida ko'ruv nervidagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. To'r parda joyidan ko'chib ketadi va ko'zi to'r pardasi ko'chishi natijasida отслойка сетчатки, ya'ni qora bo'lib, tuman bo'lib ko'zda yopib qoladi. Unda holatlarda ham sizni ko'rishingizni tiklab bo'lmasligi mumkin. Hozirgi davrda odamlarda imkoniyati yaxshilangan, imkoniyati ko'p bemorlar juda ham ko'p uchraydi. Bizga ham juda ko'p murojaat bilan kelishadi. Ba'zi holatlarda oddiy ko'zda qanaqadir ko'zda bosimni tushiradigan kaprilar bilan yoki ko'zdagi glaukoma boshlang'ich davrda yoki ko'zda gavhar qo'yib, masalan, ko'zni tiklash mumkin bo'lgan holatlarda, lekin bizda bemorlarimiz o'zini ko'ziga ko'p e'tiborli bo'lmaydi. Bir ko'zim yaxshi ko'ryapman-ku deb vaqt o'tkazib qo'yadi. Ikkinchi ko'zda xiralash sekin-sekinlik bilan yo'qoladi va ko'zdagi bosimini oshib ketishiga olib keladi. Ko'zdagi gavhar cho'kib ketishiga olib keladi. Ko'zdagi nervlar qurib qolishiga olib keladi va oldingizga keladi bolalari bilan yo o'zlari kelib turib aytadi: "Mana ko'zim bittasi ko'rmay qoldi. Nechta klinikaga bordim. Ko'zimni ochib bo'lmayapti, ko'rishini tiklab bo'lmaydi" deb aytayapti. Imkoniyatim juda ham yaxshi. Xohlagan davlatga borib, xohlagan joyda operatsiya qildirib kelish imkoniyatim yetadi. Yoki operatsiyani qilib beringlar, ko'zim ozgina bo'lsa ham ko'rib tursin deb turib murojaat qiladi. Xohlagan pul degani bu juda katta summalar haqida gap ketyapti, lekin afsuski ularga vaqtida yordam berilmagan holatda ko'zni tiklab bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Agar sizda ham ko'zingizda masalan shunaqangi glaukoma boshlang'ich darajasi bo'lib, sekin-sekinlik bilan ko'z bosimi oshib ko'zda nervini quritib qo'ygan bo'lsa, qanaqa davlatga borib operatsiya qilsangiz ham, qanaqa gavhar qo'ysangiz ham sizni ko'rishingizni tiklab bo'lmasligi mumkin. Agar bu o'tkazib qo'ygan bo'lsangiz, agar boshlang'ich davrlarda buni oddiy kaprilar bilan, oddiy yengil muolajalar bilan, yengil operatsiyalar bilan ko'zda bosimni tushirish yoki ko'zdagi gavharni yangilab qo'yish muolajasini o'tkazish bu ko'rishingizni saqlab qolish imkoniyatini berardi. Yoki oddiygina ko'zda shamollash, ko'zda qizarish bo'ldi. Ko'zingizda qizarishiga vaqtida e'tibor bermasdan o'zi o'tib ketar, ko'zim yoshlanyapti, qizaryapti deb vaqtida ko'zda shamollashni ko'zda o'rta qismiga va ko'zni orqa qismiga o'tkazib borib, ko'zda nervlarigacha shamollatib, ko'zda shishasimon tana va ko'zdagi to'r pardada o'zgarishlar bo'lgandan keyingina kirib keladi va ko'zimda endi tiklab bering deb turadi. Bunday holatlarda ham agar ko'zda orqa tomonlari to'liq ishdan chiqqan bo'lsa, albatta ko'rishingizni tiklab bo'lmasligi ehtimoli yuqori bo'ladi. Qon bosimi oshgan bemorlar juda ko'p. Hozirgi paytda qon bosimi bilan keladigan bemorlarni ko'z tubidagi o'zgarishlarni ham ko'ramiz. Agar sizda ham gipertonsik bolezn bo'lsa, qon bosimingiz doimo chiqib tushib turadigan bo'lsa, baland qon bosimga organizm moslashib qolsa, bu albatta xavfli. Qachondir bir kuni qon tomirlar yorilib yoki qon tomirlardan maxsus suyuqliklar chiqib ko'zda ichki tomonida to'r pardada gipertonik neyroretinopatiya degan kasalliklar kelib chiqishiga, to'r pardadagi oziqlanishlar buzilishiga va to'r pardada shishlar va ko'ruv nervidagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Oxirgi bosqichlarda kelib turadi. Ko'z tubidagi to'liq nerv qurib qolishi bilan ko'zda makuladagi kuchli o'zgarishlar bilan murojaat qiladi. Bunda ham albatta oxirgi bosqichlarda hech qanaqangi ko'zingizga dorilar bilan yordam bermasligi mumkin. Buni oddiy qon bosimini tushiradigan tabletkalar bilan buni oldini olish mumkin edi albatta. Saxilli diabet, ya'ni qandli diabetda ham og'ir bosqichlarida ko'zni tubida juda ko'p o'zgarishlar bo'lib, to'r pardalar hatto ko'chib ketishgacha olib kelishi mumkin. Va bunday holatlarda ham agar qon bosimi va qandli diabet birga kelsa,
Qandli diabetdan keyin juda ko'p bemorlarda ich qotib, kuchanib, to'r pardada qon quyilishlar juda ko'p bo'ladigan bo'lsa ham, bunday holatlarda ham ko'zni tiklab bo'lmasligi mumkin. Buni oddiygina qilib turib, qon bosimini tushiradigan, sahrda normada ushlaydigan dorilar bilan buni ko'zingizda shu asoratlarni oldini olish mumkin bo'lar edi. Agarki ko'zingizda minusi yuqori bo'ladigan bo'lsa, ko'zda ba'zida bo'ladi, ko'z to'r pardalarini koagulyatsiya qilib, ko'z tubidagi o'zgarishlarni mustahkamlab qo'yib, ertaga to'r parda ko'chishini oldini olish mumkin. Agar o'sha narsani vaqtida qildirmasa, qanaqadir bir noqulay harakat bilan to'r parda joyidan ko'chib ketadi va ko'zi to'r pardasi ko'chishi natijasida отслойка сетчатки, ya'ni qora bo'lib, tuman bo'lib, ko'zni yopib qoladi. Unda holatlarda ham sizni ko'rishingizni tiklab bo'lmasligi mumkin. Vaqtida operatsiya qildirmasdan. Shuni masalan oddiygina koagulyatsiyalar hech qancha qimmat ham turmaydi, ham ko'rishingizni yo'qotishini oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki yoshlikdan ko'zlarida xiralik bo'lgan bemorlar bo'ladi. Plus, minus astigmatizmlar bo'ladi. Ular ham ba'zida bir ko'zni ishlatib, ikkinchi ko'zini dangasa bo'lib, o'sha ikkinchi ko'zi ishlamasdan yillar o'tgan sari keyin kattaroq bo'ladi. 20 yoshdaman deydi. Va nega kirmoqchiman men? 3-chi bo'lmoqchiman men, qanaqadir birorta sohaga ishlamoqchiman, lekin bir ko'zimni ko'rishini tiklab bering, bir ko'zim xira, yoshligimdan yaxshi ko'rmaydi deb keladi. Bunaqa bemor bir kunda har kuni keladi. Va bu bemorlarga ham qanaqa pul to'lasangiz ham bu ko'z dangasa bo'lib qolgan ko'rishingizni tiklab bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun oddiygina ko'zoynaklar bilan bir ko'zni yopib, ikkinchi ko'zni ishlatish bilan buni ko'rishni ko'tarish mumkin edi. Agar sizda ham ko'zingizda bir ko'zingiz xira bo'lsa, yosh bolangizda albatta buni ko'z shifokoriga muntazam ko'rsating va ko'zingizni bir ko'zini, ikkinchi ko'zini ham ko'rish qobiliyatini ko'zoynakda bo'lsa ham oshirishni yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar sizni ham tanishlaringizda ko'z muammolari bo'ladigan bo'lsa, albatta ko'z nuri klinikasiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz to'liq jamoamiz bilan ko'zdagi xiraliklarni bartaraf qilish bo'yicha har kuni ishlaymiz va davolaymiz. Murojaat qiling va biz sizga yordam qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.